Hammaga yangi sizlar bilan Get Ready With Me. Bugun Baby Monsterdagi Chiquitani obrazini qilib ko'ramiz. O'xsharmikan, yo'qmi men bilmayman. Tayyor bo'lsalaring biz boshladik. Xo'p, men bugun uchrashuvim bor, shuning uchun ham ko'ylak tanlashga qaror qildim va Baby Monsterdagi Chiquitani obrazini qaytarib ko'raman dedim. Va ko'ylak bilan prinsessalardagiga o'xshadi. Настроением juda ham zo'r. Kabulka kiysak, oddiy qora kabulka kiyamiz. Va obraz qanaqa turishini qaranglar. Qizlar hozir soch bilan, aksessuarlar bilan qanaqa ko'rinadi. Bunaqa sochni birinchi marta qilib ko'ryapman va menga yangi ochilish, chunki men o'zim birinchi marta shunaqa stilda ko'ryapman. Aksessuarlarga kelsak, braslet bilan sirg'an tanlashga qaror qildim. Boshqa hech narsa kerak emas deb o'ylayapman. Bir ham qaranglar qanaqa ko'rinishini qizlar. Prinsessa просто wow. Baby Monsterda qo'shig'ini eshitib ditcha samatsankamizni ko'taramiz va obrazga sevilamiz просто. Juda ham yaxshi, juda ham go'zal. Ayol kishilarimiz o'zi boricha go'zal.